Barchaga sizlar bilan Adamga men o'sha kapitan gaming bo'laman. Bolalar, bugungi videoda sizlar bilan men o'z omadlarimni sinab ko'raman. Ya'ni YouTube'da o'z omadimni sinab ko'raman. Bolalar, bilaman ko'p content makerlar va o'zi contenterlar ko'p yaratuvchilar, kanal Fayoz va shunga o'xshagan juda ham ko'p YouTuberlar bor. Va shular qatorida men ham ko'tarilman degan umiddaman. Bu meni endi yangi kanal ochdim. Bu sizlar bilan ko'tarish uchun bolalar. Yangi akkauntni sizlar bilan ko'taramiz bolalar. 0 dan ko'tarsa qiziq bo'ladi dedim-da, 0 dan akkaunt ochdim. O'zim ham akkauntim bor edi, lekin u ba'zi bir sabablarga ko'ra chopilib ketdi va endi shu akkauntda o'zimizni tekshiramiz. Va birinchi videoyimda men qanday o'ynashimni sizlarga ko'rsatish uchun WoW kartada qilishga qaror qildim. Hani WoW kartiga birinchi o'yinimiz yaxshi M24 bo'la qolsin. Qani ko'ramiz. To'xta. Adashib hozir men bolalar bu yerda cheat bor. Cheatni yoqib qo'yaman o'zimda, lekin ishlatmayman. Ko'rsataman sizlarga va bu sizlar uchun bitta o'rtoqlar azoblash xizmat qilish uchun bu yerda sizlarga ham beraman. Albatta video ostida kommentariyaga kirsanglar, odamlar bu nima desa bo'ladi, bu kartani ID'sini yozib ketishgan bo'ladi. Qanunda kommentga o'zingizlar ham xohlagan so'zlarni, isminglarni, masalan, PUBG ID'larni yozib qo'yinglar. Mana shu bolalar bu olamni chiti. Mana hozir bu ishlayapti, chunki bu o'chiq. Mana mana qizil tuymani bossam ishlaydi. Spoiler. Cho'ta yutkizyapman. Bu ham chitni bilami deyman-da. Yomon ekan o'zi ham. Davay, loppa-loppaga solishib ko'ramiz. Bu odam ham chitga qo'yganmi nima?